Do'stlar, sizlar bilan Abdulloh 77. Bugungi videoda biz Noob Pro Hacker videosini olaman. Unda ketdi. Voy, salom, men ismim Noob. Unda men hozir uyimni ko'rsatib o'taman. Ya'ni tanishtirib o'taman. Unda ketdik. Mening uyim mana shu yoqda bo'lib, men uyimni emas, bunker ko'rganman. Bunkerlarimni tanishtirib o'taman. Do'stlarim, unda men mana shu bunkerni o'taman. Açtım. Qaranglar men uyimni chiroyliligini. Vau. Chiroyliligini qaranglar. Vau, sandig'imni bo'shatib qo'ymasdan mana shu joyimni solib qo'yaman. Ey, oltinim bor ekan, mayli, oltinimni solib qo'yay. Solay. 5 tadan ishlatsam 5 ming. Mana shuncha bo'ladi kerak. Voy, hozir mana men uyimni qarang. Voy, chirog'ini sindirib qo'yibman. Unda ketdik bu do'stlar. Xo'p, uyimni yopib qo'yay. Xo'p do'stlar, mening uyim yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyaga ulashib qo'yinglar. Voy, men ismim Pro. Короче, men sizlarga hozir bunkerimni ko'rsataman. Davay unda. Unda mana bunkerim Noob chiqoqni oldida joylashgan bo'ldi. Mana shu yerda. Uyning oldida faqat Noob chiqoq bilan qo'shnimanda. Maraz. Unda men bunkerimga kiray. Bunkerimni qaranglar, oltin, zanjir, sabr, kabr, tabr, mana shunaqa narsalar bilan to'lib ketgan. Qaranglar. Hozir. Ko'rganimiz men dahshat pianino chalamanda. Qaranglar. Menda zo'r qurol asboblar bor. Mana. Va men o'qimishliman va menda kitoblar bor, qaranglar. Mana kitob o'qiyman. Davay o'qib o'tiring. Bitta kitob olaman. Unda yotib o'qiyman. Qani, o'qiymiz. Hozir mana shu yoqda o'qiyay. Bitta Noob bo'lgan chiqoq ekan. Pro esa zo'r ekan. Va zo'r kitob ekan. Xullas, mana ko'rdingizlar, Noob va Pro'larimizning ahvoli. Ko'rdingizlarmi? Unda video yoqgan bo'lsa, like bosib obuna qo'ying. Hammaga xayr.